Ben yani kelime! Memleketi tebriklash faoliyati uyushtirildi. Faoliyatga yaxshi odami, o'rmon odami, sheriklar, hatto Gul afandim qatnashdi. Shundan e'tiboran kishilar aminlikka erishib, xotirjam holda o'zining yaxshi tushini ko'rishga boshlaydi. Ombirli, tush bo'yqini. Bilmayman, Nofus. Biz bu yerda tamash qilayotganimiz bilan u xizmat qilyotdi deyman. Oo, qadrli Potter, qalbimizni tabriklashga taqib qoldirmikin. Efendim, bu yerda nimaga tursiz? Ko'ngilli chiqib qatnashmang. Man qarang, Lofus. Hozirlab bexaraman bo'lib ketsak bo'lmaydi. Biz texnik savdorakning niyatligini bilmaymiz. Uni butunlay yo'qotganligimizni texnik isbotlayolmaymiz. Efendim, uning o'lganligida gap yo'q. Sizlar xotirjam bo'ldik deb yuribsizlar-da. Chiqib o'ynamay. Bu yerda nima qilyapsizlar? Yuring, hammalar o'ynab qizib ketdi. Gul efendimi uslugi chiqib ketdi. Ansirmang, savdorak tugashdi. Bu yolg'iz mening gapim emas. Men sizlarga o'xshamayman, Lofus. Men yiroqni ko'raman. Shu xotirjam sinib o'ltiramayapman. Sizlar chiqib o'ynaveringlar. Qonuncha o'ynanglar. Buningga men boshqa tursammi? Bo'laverdi. Bo'ptamiz efendim. Biz chiqaylamsa. Aslida ko'ngli chiqib qatnashsam bo'pti ekan. Men ortiqcha o'ylab ketgandek qilaman. Navoda savdorak hayot deyilsa, buni mo'jiza deyishga bo'ldi. Bu mumkin emas. Yo'qolish! To'g'ani menga hayvat. Sizlar darhol meni bu angishlarga taynib, yomon podshohlik operatinglar. Mana oldida zaharxanda bir odam buni olamga tushirayotgan. Bu odamni topdim. Men endi bu orqali uning yaxshi tushini gumron qilib yetaman. Tabiiylikni jimi iqlimga xo'jayin qilaman. Mana men savdorat, yomon podshohligining podshosi. Hamma odam kulib yo'yrisa, nima degan yaxshi, ha? Ansizlikdan endi xoli bo'psiz. Bu yaxshi emasmi? O'zimni xotirjam emasman. Ortiqcha g'am qilishga salomatlikka ziyon. Shundaqtimi qaytib ketmasam bo'lmaydi. Bolalarning yaxshi tush ko'rishi uchun tayyorlik qilmasam bo'lmaydi. Hozir ularning uxlaydigan vaqti. Yordamim kerakmi, efendim? Yo'q. Qadrligim, rahmat. O'zim qila olmayman. Menga tinch joy bo'zli bo'ldi. Yur, Potter. Qiqacho'qan ko'tirib tantana qilishayotganlar olamga kelgan g'alati ovozda faqat sezmadi. Bu yomon bilan boy odamning ushqan ovozi. Ularni quturtirayotgan zolik. Men hamon men sizlarga savdorak bo'lsa, yomon podshohligimizga qaqam bo'lib beradi hamma odam. Tepilmaydi deb o'ylab qolmanglar degan. Shunda xiyolida bo'lib ekansizlar. Sizlarni nodon kalva, aqlsiz desa bo'ladi, aqlsiz desa bo'ladi. Sen padişahıma tavuk qildim. O bekkalan qizib qoldimi nima? Mana men bu yerning muavin qo'mondoni. Men qarab ro'y, bunday go'zal yomon podshohligini hargiz senga kalvaga taqizib qo'yishga bo'lmaydi. Yuragingni qop taqib meni kalva deysan, kalva degansan. Bular javuldab.
Menga yeb ketdi-ku. Bizga javldimigan keyin qaring nima? Qadamlab marş. 1, 2, 1, 2, 5 yanı köte. Yığış olma. Amma ular meni qo'mondonligimga bo'ysuninglar. Unda qilmagan bu. Bu yerdan ket, Opek. Shu seni chaqirtma, uqdingmi? O'likchak, saraliq, podsho degan aqlli bo'lishi, mengiz ochiq bo'lishi kerak. Birovek, badangda qo'siq bo'lsa emas. Kechirgin Opek, men o'ylayman. Sen o'ylab baq. Mening bir putim bor, sening kallangdan obdan ishlaydi. O'shani yig'val, mening bu kallam intayin aqlli. Kalva, men kalva. Men nurg'un ordenga erishgan, uqdingmi? Sizlar texech talashyapsizlar. Oliylar, yo'q, undaq qilmadik. Biz faqat Podsho olilari qaytib kelganlari ben obdan bo'ldi. Yaxshi oldi. Podsho olilari, men bir narsa yozdim. Ko'zlar shunda xush bo'lib ketadilar. Men xosiyatli bir mashina yozdim. Undan taqari meni har qachon qaytirib kelalaydilar. men chakarlarni chaqiray, u xizmatlarda bo'lsin. Sizlar jazman rozi bo'linglar, oliylar. Mening keyingi nishonim shteshini tuydirmay ilib kelalaydigan bir xil asbobni yasash. Tinchlaninglar. Unda kalkan maydon kashfiyotlarning men foydasi yo'q, Opek. Men butun olamdagi bebaho go'har yomon tishteshini qo'lga tushadim. O yaxshi tishteshiga o'xshash xosiyatlik. Lekin u tabiiy. Endi mening yaxshi tish ko'litiga berishimning zaruriyati yo'q. Mening yomon tishim nurga agishib, sayli qog'osh, barliq shirin tishlarni buzdi. Men qaranglar, bu suyimlik angishlar hammaga qodir. Avval sizlar mening podshohlik o'rnimni asli keltiringlar. Sizlarning menga loziminglar yo'q bo'ladi. Loziminglar yo'q, bu nima degindi? La la la. La la la. Oh, rahmat sana Potter. Xo'shal ko'rinsizmi, apandim? Shundoq men tantana qilish bilan har qaysilarning amalliq ustida o'ylanayapman. Buningda xush olmasam bo'lamdi. Siz ortiqcha g'am qilishni yaxshi ko'rdiga o'xshaysiz. Bu ortiqcha g'am emas, bu mening mas'uliyatim. Yuring, endi balalarga tushsoq qilaylik. Ular cho'qim uxlab ketdi. Chiqinglar kirib, podshoy oliylar xabar qilinglar. Tojini tayyorlab qo'ydim. Sen xabar qilamsan? Hozir uni kayfi yaxshi emas, serjant. Shuning uchun xabar qilishing kerak. Uzun tura, u yerga men kirmayman. Sizlar kirsizlar, tez bo'lish. Qoldirma, go'rim. Ko'nglingni tushunaman. Biz kutgan payt yetib kelishga oz qoldi. Az qoldi. Sen degin patak. Yo'q, sen kiribda uzun tura. Sen mendan cho'q, ammo bu yo'q mendan egizda. Sen shu yerda gapiryapsan. Kechirgaylar podsho olilari, og'inamning o'zlariga deydigan gapi bor-ku. Ko'zimda yo'qilish. Hozir yomon tishteshini sinamoqchi. Bog'in, go'rim. Qabihligingni ko'rsat. Nim bo'ldi? Nima ish bo'ldi? Yomon tushdish ekan. Sodarak uni yana tepyapti-da. Apandim, hiliq askarlar yo'qolib ketdi. Xalqning deyishicha ular hilaroqda uchib ketibdi. Yomon tush davlatiga ketibdi-da. Rasul Sodarak yana qaytib kelibdi.
e'tirof qilaman. Men bu plandan haqiqatan ansirab turyapman. Bu o'rinsiz ansirash. Ular haqiqatan sazgur. Ular bek yomon o'xshamamdi. Tez mong'anda askarlar bilan uchrashqili bo'ladi. U cheriklar ularni to'sish bilan bo'lib ketib, bizga diqqat qilmaydi. Amberli ishkimiz shu fursatdan foydalanib yomon tushishni chiqamiz. Kirgichi palak kiyvelinglar. Yomon tushishini hargiz qo'l bilan tutmanglar. Qo'linglarni ko'ydirib olasizlar. Buni elinglar. Sen unga yaqin kelganda, u buni osun. Tavba qildim. Hozircha mujma qilmayman nima iloj. Bo'lmasa texim o'zal ahvolda qolg'idakmiz. Bu yangi taş. Yarashqay, sizlarni xo'sh qilg'ay podsho oliylari. O'lchash imkoniyati bo'lmag'achqa ko'z mo'lchar bo'yicha yasadim. Kepasida siliga dal kelam yo'q. Bilmayman. Tinchlaninglar, Opik. Sen hozir eng oxirgi vazifani o'rindab bo'lding. Anim da'vatlar podsho oliylari. Anlab tur, Opik. Sen hozir ortiqcha odam. Putimga putlashma. Endi sening loziming yo'q. Yo'qol. Podsho oliylari, undaq demisizlar. Yomon tush podsholigini menda quloq talant egisini undaq desizlar. Qanday bo'ladi? Mening bunda tayin yo'q kashfiyotlaringga muhtoj emasman. Hozir menda yomon tush teshi bor. U yaxshi tush teshiga tetiydigan eng qudratli qurol. U har qanday dushmanni yo'qotalaydi. Yomon tushlarni ishga selib, qabihligimni namoyon qila oladi. Rayim qilsana podsho oliylari, rayim qilsana. Ammo o'ylab ko'rsizlar, sizga kim yo'laychi bo'ladi? El bu ahmoqlarning qo'lida vayron bo'lib tugagan Yo'qol, Opik. Yo'qol. Endi qaysoq bo'la serjant? Men bunda hashamatli so'rinda qo'rqaman. Qo'rqmag'in patak, bu qayta tashkillash xolos. Keyingi nishon kim bo'lar endi? Sen bir Opik. Chiqdan! Ne at, ne nomus. Ben çilemedim. Kallası kayıp doğuna. Ben ezelden tüzügrek mukadderleşke iymiş bakmadım. Ezelden yürüyüş bakmadım. Bunu yapayım benden. Ama kendine çıkıp gitti. Bunları keşfedeceğim. Azca patattım mı? Ay yakal. Sen mi yakal? Yemedeki taş bak yine. Sen mi yakal? Sen bilen besleşmeyin. Sağ ol Rak. Aldım ki ilgilip kemikini men bir körey. Kene köremiz. Aldım ki kemikini men bir körey. Sağ ol Rak. Hem toktap hem. Adem kömüsü mü? G'irib sinib qoladi ekan. Bir Opik. Xo'p, oliylari. Sen nimen desib turyapsan? Gördüm. Obdan ko'ribsan, ko'ryapsan. Gördüm. Muhofizatchilar, o'z o'rninglarga beringlar. Sizlarga g'alaba tilayman. Ishkinglarni qochirib etaman. Ansirmanglar. Rahmat, Gilona. Hujumga o'tinglar, birodarlar. Hargiz to'xtamanglar. Ehtiyot qil. Angla, yomon tush tishi cho'qinmish atrofda. Ovozi bek boshqa. Bir Opik. Biz yandık podsho oliylari. Kalva, ular bizni oldirmoqchi bo'pti. Shundoq biz asos qo'shinimizni sharqdan g'arb qartib o'rlashtirgan podsho oliylari jazman yengimiz. Sizlar chopsa o'tinglar.
Özünüz birin Serjant. Siz bizden güçlük. Yana kelib Batur. Rost deyman, men sezgan burun. Tezroq berish! Bu yerda qo'rqinchlikan, vahimlikdan qanday qo'lga tushiramiz? Qo'lim yetmadi. Savdrakning ko'ri aslida mushu narskanda. Meni hayron qilgan bu birdamini ko'z yaksiz yiroq bir joyga cho'rayotmisan. Onunla har qanday kishi erishiman deb ham xiyol qilmasin. Hargiz ham xiyol qilmasin. Mening ta'lim! Mening ta'lim! Rahmat. Ahvol faqat mening o'ylaganimdek bo'lmadi. Fil momay bizni qutqizib olammi? Natoyin. Ma'yalımını bir köray savdırak. Ama çok yalır da. Qara amburli. Yomon tushlishi. Onunga chiqilma. Qarib bo'lsin. Eribdiman. Tezman. Ne bo'ldi? Yo'q. Kechki ishda pishirdi ekansilar. Shumtaklar doim shunaqa pishiradi ekansilar. Oyoqni. Ularni qanday qilib bo'lmasa tutib kelinglar. Fil momay ko'rinmaydi-ku. Yipirmoqmi yo'qtirdi? Alamizmi bu? Yaraysizlar, tez chiqinglar, mangayli. Kelaqitim hargiz bundoq bo'lmaydi. Yana bir qatim zo'r g'alabaga erishdik. Biroq ishga asir qechib ketdi, Serjant. Hech qisi yo'q. Biz eng muhimi vaqtincha bo'lsa podsho oliylariga bo'lgan tahdidni yo'qotdik. Tushundingmi? Angishlarni yana bir ko'raychi. Diqqat! Do'konat, biz g'alabaga erishdik. Podsho oliylari asrlar qechib ketdi, ammo bu çok iş emas. İşmi bu? O yaman çüstesini hep kaçtı. Derhal o beni çakattı. Opek, podsho oliylari men bilan ko'rsin deydi. Shunday qilib ko'ravering. Hargiz bormayman. Undoq demayba. Seni hammamizning ko'rgis kelib ketdi. Seni ko'migilimi uzun bo'lib qoldi, Opek. Hammasi kunda seni gapini qilishadi. Ma'qul bo'pti. Bog'chamni ko'tira olamisan. Navoda sen bu aql farosatni ko'rsatasan. Albatta, Opek. Men ko'tiray. Salomat qaytib ketdilar. Men xotirjam bo'ldim. Uning ustiga yomon tushishini mo akasizlar. Yaxshi ish qildinglar. Joyida ish qildinglar. Diqqat, asta qo'yinglar. Ehtiyot qiling, efendim. Bu balo qazo toshni yiroq olamga cho'rib o'tay. To'darak uni endi hargiz topolmasin. Yomon tushkeshi yiroq olamga cho'rib o'tildi. Uni qo'g'dug'ichilar yomon tush podshohligidan unutib ketdi. Podsho oliylari o'zlari qaltish qildilar. O'zlari karamatchimi? Bo'ldi qil, Opek. Anlab tur. Mening savr taxtimdan chekib ol. Maqsadim yomon tushishini tepli qilmasdan, yana yaxshi tushishi bilan uning mamlakatini gumron qilmoqchiman. Savdrakni yana qazi uchdi.